Assalomu alaykum, dada hormay. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshi. Yo'q, yaxshi rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi oldingmi? Menga mashinani berib turing. Tinchlikmi? Bir joyga borib kelishim kerak. O'g'lim, men birpasda birga boradigandim, lekin faqat ertaroq kelib berasan o'g'lim, Xo'p, bo'ptimi? dada charchamang. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum aka. Assalom. Alaykum. Kimsiz? Sizlar nima xizmat? Do'stga mashina kerak aka. Faqat variantga aka. Uzog'i 1 oyga. Qanaqa mashina kerak? 10 ming ustida kerak aka. Yo'q, boshqa pul berasizlar? Boshiga aka monni beramiz aka. Agar buni beradigan bo'lsanglar, 3000 dollarga hisoblayman buni. Endi Malibu bor. O'zi 13000 dollar. Agar 1 oyga oladigan bo'lsanglar, 15000 dollar qilib beraman. Bo'ladimi? Bari bo'lsa. Bor aka. Yo'q, unda baraka. 1 oydan ketishmaydi. Yo'q aka. Ishondim. Bismillahirrohmanirrohim. O'g'lim kech qolib ketdi-yu, kelmayapti-yu bu. Birga borishim kerak edi. Abonent uchurda жеткиликтүү эмес. Сұраныч билдирүүңүздү үн сигналынан кийин калтырыңыз. Olmayapti buni. Nima bo'ldi ekan? Tak, uyga bora olayinchi, ha? Keldingmi? Ha, keldim. Necha kech qolib ketding? Ishlarim ko'payib ketdi. Mashinani nima ajirmading? Mashina buzilib qoldi. Ustonada qolib ketdi. Mayli, damas, ertaman sen bilan gaplashamiz. Xo'p. Do'stim. Do'stim qayerdasan? Uydaman do'stim. Bugun kechga mashina bozorida turdim. Mashina sotilmadi. Sen aytgan odamga olib boramiz shekilli-yu. Mayli do'stim, kelavermang, ko'chaga chiqib turaman. Ko'chaga chiqib turib hozir boraman. Xo'p. Xo'p. Menga yoqdi, mashina bo'ladi. Bo'ldi aka. Do'stim. Nima deyishdi, olishadigan bo'ldim. Ha, unga so'rayapman. Mayli, soat tezroq bitib shu ishni. Bo'ldi aka, baraka. Baraka. Hamma pul do'stim. Hozir borib kartaga solamiz uni do'stim. O'zim shu pulni 10 qo'yib qo'yaylik, savdoni pulini. Bu nimaga oldik buni o'zi? Do'stim, buni 3 barobar qilib chiqaramiz.